Bugun biz 20-asr tarixidagi eng katta voqealardan biri haqida gaplashamiz. Bir paytlar dunyoning 1/6 qismini egallagan Amerikaga teng raqib bo'lgan ulkan davlat bor edi. Uning nomi Sovet Sotsialistik Respublikalari Ittifoqi, ya'ni SSSR edi. Bu davlat 70 yildan ortiq yashadi va millionlab odamlarning taqdirini o'zgartirdi. Lekin 1991-yilda bu gigant davlat kutilmaganda yo'q bo'lib ketdi. Qanday qilib bunday kuchli davlat qulab tushdi? Bugun biz shu savolga batafsil javob beramiz. 1917-yilda fevral oyida Rossiyada markazda yuz bergan inqilob tufayli podshoh hokimiyati ag'dariladi. Imperiya tugatiladi. Hokimiyat tepasiga bolsheviklar keladi. Ularning boshida Vladimir Lenin turardi. Bir necha yillik fuqarolar urushidan keyin 1922-yilda Sovet Ittifoqi tashkil topdi. Tashqi ko'rinishdan kuchli bo'lgan SSR ichkaridan zaif edi. Oddiy odamlar kunlik hayotda juda qiyinchilik ko'rardi. Do'konlarda mahsulot yetishmasligi, navbatlar uzoq bo'lardi. Uy, mashina yoki mebel olish uchun yillar kutish kerak edi. Maoshlar past, iste'mol mahsulotlari esa kam edi. Shu sababli ko'pchilik odamlar yashash uchun sharoitdan norozi bo'lardi, lekin ochiq gapira olmasdi. 1985-yilda Mixail Gorbachev hokimiyatga keldi. U mamlakatni saqlab qolish uchun ikki katta islohot boshladi. Perestroika, iqtisodiy va siyosiy tizimni qayta qurish, glasnost, ochiqlik va erkinlik, odamlar erkin gapira boshladi, matbuot kengaydi. Lekin bu juda kech boshlangan edi. Va bu kech boshlangani uchun muammolarni bartaraf eta olmadi. 1991-yilda ketma-ket respublikalar mustaqillik e'lon qildi. Dekabr oyida SSR rasman tugatildi. 15 ta yangi mustaqil davlat paydo bo'ldi. Rossiya, Ukraina, O'zbekiston, Qozog'iston va boshqalar. Shu bilan 70 yildan ortiq davom etgan imperiya tarix sahifalariga kirdi. Dunyo siyosati va iqtisodiy tizimi butunlay o'zgardi.